Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti genom va biotexnologiya laboratoriyasi qoshida tashkil etilgan Invitro laboratoriyasidamiz. Invitro laboratoriyasining asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'simliklarni sun'iy oziqa muhitida mikrokanal tarzda qisqa muddatda ko'paytirishdan iborat. Mevali o'simliklardan sitrus mevalar, kivi, banan, pista, turli xil tok navlari va manzarali o'simliklardan pavloniya, imperator gullari Invitro laboratoriyamizda ko'paytirilib, sifatli ko'chatlari olinmoqda. Hozirgi kunda yangilik sifatida tabobat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan zanjabil o'simligi ustida ham ishlar olib bormoqdamiz. Zanjabil bizga ma'lumki, tabobatda oshqozon ichak kasalliklari va hozirgi kunda avj olgan gripp kasalliklarida muhim dorivor giyoh sifatida xalq tabobatida ishlatiladi. Biz o'sha o'simlikni apikal meristemasidan mikrokanallarga ko'paytirib, qisqa muddatda sifatli ko'chatlarni yetishtirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.